Assalomu alaykum. Bugun sizlarga va'da qilganimdek 3 ta moliyaviy ko'rsatkichlarni birinchisi foyda va zarar hisoboti, ya'ni profit and loss hisobotini to'liq tushuntirib chiqaman. Bu hisobot biznesingizni moliyaviy salomatligini aniqlab beradigan eng asosiy muhim vosita hisoblanadi. Bu profit and loss hisoboti daromad qismidan boshlanadi. Bunda kompaniyaning asosiy faoliyatidan olingan barcha tushumlar, bu sotilgan mahsulotlar yoki ko'rsatilgan xizmatlardan olingan umumiy pul yoki umumiy daromad hisoblanadi. Keyingi qismi o'zgaruvchan xarajatlar va marjinal daromad. O'zgaruvchan xarajatlar bu mahsulot va xizmatni tayyorlash uchun to'g'ridan-to'g'ri ketgan xarajatlar, ya'ni mahsulot tannarxi, ular ishlab chiqarish hajmiga bog'liq. Qancha ko'p sotilishi shuncha ko'p sarflanadi. Ya'ni qancha ko'p savdo bo'lsa, qancha ko'p ishlab chiqarish bo'lsa, bu xarajatlar shunchalik ko'p bo'ladi degan xarajatlar hisoblanadi. Bu mahsulot tannarxi ham deyiladi. Marjinal daromad bu daromaddan o'zgaruvchan xarajatlarni ayirib tashlangandan keyin qolgan summa. Bu sizga har bir sotuvdan qancha birlamchi foyda qolayotganini ko'rsatadi. Ya'ni marjinal daromad bu har bir sotuvdan qancha foyda qolayotganini ko'rsatadi. Formula: marjinal daromad teng bu daromaddan o'zgaruvchan xarajatlarni ayiramiz. Doimiy xarajatlar va yalpi foyda. To'g'ridan-to'g'ri doimiy xarajatlar. Bu xarajatlar mahsulot ishlab chiqarish bilan bevosita bog'liq, lekin miqdorga bog'liq bo'lmagan xarajatlar. Ijara haqi, texnika ta'miri va hokazolar. Yalpi foyda bu marjinal daromaddan, ya'ni daromaddan ayirdik tannarxni, keyin marjinal daromad qoldi. Marjinal daromaddan to'g'ridan-to'g'ri doimiy xarajatlarni ayirsak, yalpi foyda qoladi. Bu marjinal daromaddan to'g'ridan-to'g'ri doimiy xarajatlarni ayirib tashlangandan so'ng qolgan foyda. Bu ko'rsatkich butun ishlab chiqarish faoliyatini aks ettiradi. Ya'ni ishlab chiqarish faoliyatini qanchalik daromadliligini ifodalaydi. Bilvosita xarajatlar va operatsion foyda. Bilvosita xarajatlar kompaniyani boshqarish, marketingga ketgan xarajatlar. Ular ikki turga bo'linadi: ma'muriy va tijorat xarajatlari. Ma'muriy xarajatlar xodimlar maoshi, ofis xarajati, gigiyena va hokazo xarajatlar. Tijorat xarajatlari marketing, reklama, qadoqlash va hokazo xarajatlar hisoblanadi. Operatsion foyda bu asosiy faoliyatdan olingan sof foyda. Bu kompaniyaning asosiy faoliyatini qanchalik foydaliligini ifodalab beradigan ko'rsatkich hisoblanadi. Bu formulasi bu EBITDA operatsion foyda degani, ya'ni buni formulasi yalpi foydadan bilvosita, ya'ni davr xarajatlarini ayirib tashlasak qoladigan xarajatlar hisoblanadi. EBITDAdan keyingi, ya'ni operatsion foydadan keyingi korxonaning asosiy faoliyatiga bog'liq bo'lmagan xarajat va daromadlar EBITDAdan keyingi harakatlar hisoblanadi. Bu EBITDAdan keyingi xarajatlar moliyaviy va soliq xarajatlari, kredit foizlari, foyda soliqlari, amortizatsiya, ular biznes faoliyatiga bog'liq emas, ya'ni asosiy faoliyatga bog'liq emas. EBITDAdan keyingi daromadlar, asosiy faoliyatdan tashqarida tushgan daromadlar. Bu misol uchun bankdagi omonat foizi. Bu korxonaning asosiy faoliyat turi hisoblanmaydi. Asbob-uskunalarni sotishdan olingan foyda, ya'ni sotib olish va sotish o'rtasidagi farq foyda hisoblanadi. Bu korxonaning asosiy faoliyatidagi daromad hisoblanmaydi va hokazolar. Sof foyda, net profit, ya'ni bu barcha xarajatlar, jumladan soliqlar ayirib tashlangandan so'ng qoladigan haqiqiy foyda hisoblanadi. Sof foyda formulasi EBITDA, ya'ni operatsion foydadan foizlar, soliqlarni ayirganda qoladigan qismi. Yakuniy ko'rsatkichlar, ya'ni rentabelliklar. Marjinal rentabellik, yalpi rentabellik, operatsion rentabellik, sof rentabellik. Bu rentabellik ko'rsatkichlari grafikda ko'ringandek pastga qarab harakatlanadi. Birinchisi ikkinchisidan katta bo'ladi yoki teng bo'lishi mumkin, lekin kichkina bo'lmaydi hech qachon. Xulosa, bu ko'rsatkich bizga
daromad ya'ni P&L hisoboti bizga daromadimizni oshirish, tejamkorlik qilish, biznesni samarali yuritishga foyda beradi. Ya'ni bunda har bir faoliyatda, ya'ni ishlab chiqarish faoliyatimi, boshqaruv faoliyatimi, asosiy faoliyatga bog'liq bo'lmagan faoliyatmi, o'sha har bir faoliyatni alohida tahlil qilib, har bir faoliyatni xarajatlarini alohida ifodalab, qaysi jarayonda og'riq borligini, qaysi jarayon bilan ko'proq ishlash kerakligini bizga ko'rsatib beradigan ko'rsatkich hisoblanadi. Buni endi Google Sheets formada yoki Excel formada ko'rib chiqishingiz mumkin. Google Sheets formasida birinchi qismi bu database qismi hisoblanadi. Ya'ni daromad va xarajatlarni turlarga ajratib olamiz. Mahsulot sotishdan tushgan daromad bu korxonaning daromadi, ya'ni asosiy daromadi hisoblanadi. Har xil daromadlar bor va hokazo bo'lishi mumkin. Keyin har bittadan ko'rsatkichni tushuntirib ketamiz. Asosiy vosita sotishdan olingan daromadlar bu korxonaning EBITDAdan keyingi daromadlari hisoblanadi. Amortizatsiya bu korxonaning asosiy faoliyatiga bog'liq bo'lmagan, ya'ni operatsion faoliyatiga bog'liq bo'lmagan xarajatlar hisoblanadi. Ma'muriy xarajatlar kompaniyaning avtomashinalarini, ya'ni ma'muriyat avtomashinalari ehtiyot qismlari bu ma'muriy xarajatlar hisoblanadi. O'zgaruvchan xarajatlar mahsulot tannarxi, mahsulot qayta sotuv uchun sotib olingan tovarlar tannarxi bu o'zgaruvchan xarajatlar hisoblanadi. Sotuvchilar ish haqi, reklama tizimi uchun to'lovlar tijoriy xarajatlar hisoblanadi. To'g'ridan to'g'ri doimiy xarajatlar bu uskunalar ehtiyot qismi uchun olingan xarajatlar hisoblanadi. Va hokazo. Bunda mana ko'rinishi daromad, o'zgaruvchan xarajatlar, marjinal daromad. Daromaddan o'zgaruvchan xarajatlarni ayiramiz. Marjinal daromad. Marjinal daromad rentabelligi bu marjinal daromadni umumiy daromadga bo'lganda chiqadigan ko'rsatkich hisoblanadi. To'g'ridan to'g'ri doimiy xarajatlar bundan keyin yalpi daromad. Bu to'g'ridan to'g'ri doimiy xarajatlardan marjinal daromaddan to'g'ridan to'g'ri doimiy xarajatlarni ayirganimizda qoladigan qismi hisoblanadi. Jadvalimiz umumiy ko'rinishda shu ko'rinishda hisoblanadi. Endi buni real ma'lumot asosida ko'rib ketaveramiz. Misol asosida bunda mana kafe va kofe mahsulotlar tannarxi 7,5 million so'm. Bu o'zgaruvchan xarajat, sut mahsulotlari, shakar va hokazo va hokazo, ijara to'lovlari va hokazolar, bu yerda xarajatlar va daromadlar keltirilgan. Biz uni to'g'ridan to'g'ri P&L hisobotiga ko'rib ketamiz. Har bitta ko'rsatkichni guruhlarda ochib chiqamiz birinchi. Mana korxonaning daromadlari. Bu kafe uchun qilingan. Kofe savdosi, choy va boshqa ichimliklar savdosi, taomlar, sendvich salatlardan, desertlar, shirinliklar, qadoqlangan mahsulotlar, ya'ni kofe mahsulotlarini sotishimiz mumkin. Bunda har bir yo'nalishda umumiy daromadlar hisoblanib, jami daromad 90 million so'mni tashkil qilmoqda. Keyingisi o'zgaruvchan xarajatlar. Bu yerda kofe mahsulotlar tannarxi, unga qo'shiladigan sut, shakar, masalliqlar, taomlar uchun jami xarajatlar umumiy bo'lib 19 million 200 ming so'mni tashkil qilmoqda. Bunda mana marjinal daromad umumiy daromaddan o'zgaruvchan xarajatlarni ayirganimizda qolgan qism marjinal daromad hisoblanyapti. Marjinal daromad rentabelligi bu marjinal daromadni umumiy daromadga bo'lganimizda qoladigan chiqadigan foiz, ya'ni 79% bizga asosiy ishlab chiqarishimiz 79% bizga rentabellik hisoblanyapti. Endi to'g'ridan to'g'ri doimiy xarajatlar, ijara to'lovi, kommunal xizmatlar, texnika ta'mirlari jami bo'lib 97 million so'mni tashkil qilyapti. Yalpi daromad bu yo'nalishlar kesimida hisoblanyapti. Ya'ni bu yerda bizda bitta yo'nalish, kafe yo'nalishi yoki yoniga do'konni ham qo'shib alohida ustunda ikkita yo'nalishda ishlab birdaniga faoliyat yuritganda
buni yoniga bitta ustun qo'shardikda, har bitta yo'nalishda alohida rentabelligini chiqarsak bo'lardi. Bunda yalpi daromad rentabelligi marjinal daromaddan to'g'ridan-to'g'ri doimiy xarajatlarni ayirganimizda qolyapti 61 million so'm. Yo'nalishlar rentabelligi 68% ni tashkil qilmoqda. Bunda umumiy ishlab chiqarish xarajati bu misolimizda yo'q. Shuning uchun yalpi foydamiz ham 61 million so'mni tashkil etyapti. Endi bevosita xarajatlar bu ikki turga bo'linyapti. Ma'muriy xarajatlar va tijorat xarajatlari. Ma'muriy xarajatlar xodimlar maoshi, tozalik, ofis xarajatlari bo'lyapti. Bu 16 million 300 ming so'mni tashkil qilyapti. Tijorat xarajatlari qadoqlash va marketing xarajatlari 2 million so'mni tashkil qilmoqda. Umumiy bilvosita xarajatlar 8 million 300 ming so'mni tashkil qilyapti. Endi operatsion foydamiz bu yalpi foydadan bilvosita xarajatlarni ayirganimizda qoladigan foyda hisoblanadi. Mana 61 million so'mdan 18 million so'mni ayirsak 42 million so'm qolyapti. Operatsion foydamiz 42 million so'mni jami daromadga bo'lsak, umumiy operatsion foyda rentabelligi 48% ni tashkil etyapti. Bunda korxonaning asosiy faoliyati, ya'ni foiz aralashmagan, soliq to'lamagan, amortizatsiya aralashmagan, realniy pul ko'rinishidagi ketgan xarajatlar qismi, xarajatlar rentabelligi 48% ni tashkil etyapti. Bunda bu misolimizda EBITDAdan keyingi daromadlar qismi yo'q ekan. EBITDAdan keyingi xarajatlar bu qarzlarga foizlar, soliq to'lovlari va hokazolar 2,5 million so'mni tashkil qilyapti. Endi sof foydani chiqarsak, sof foydamiz operatsion foydadan EBITDAdan keyingi daromadlarni qo'shib, EBITDAdan keyingi xarajatlarni ayirganimizda qolgan qismi sof foyda hisoblanadi. Sof foyda bizda 40 million so'mni tashkil etyapti. Umumiy daromadimiz 90 million so'm, 40 million so'mni 90 million so'mga bo'lsak, 45% sof foyda rentabelligi chiqyapti. Qo'limdan kelgancha tushuntira oldim deb o'ylayman. Yana sizlarda savollar bo'lsa, kommentariyalarda yozib izoh qoldirishlaringiz mumkin. PNL hisobotiga oldin ham Excel variantda namuna tashlagandim. Mana bu Google Sheets namunamizni ham vaqtinchalik kanalga ochiq manba sifatida joylayman. Kirib bemalol foydalanishlaringiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.